Salom do'stlar, bugun Telegram o'sha sovg'alarini qanaqa sotishni mana botlarini tashab qo'yganman. 10-iyunda mana shu marketlarda kirib sotishlaring mumkin, lekin ko'pchilikda o'sha stikerlar bo'lgani uchun bir xil o'sha qanaqa qilish, qanaqa o'sha rынокda sotishni jarayoni bir xil, faqat shu stikerlarnikini ko'rsatib berishim, chunki ko'pchilikda stikerlar bor. Hozir mana stiker botini ham tashab qo'yganman. Mana Palast. U stiker botda o'sha bizga berilgan Notcoin'dan berilgan stiker bo'lishi mumkin yoki Dogs'dan berilgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun mana Palastga kiramiz, lekin o'sha Telegramnikini ham xuddi shunaqa qilib sotasiz. Kirganimizdan keyin birinchi qiladigan ishimiz depozit bo'ladi. Depozit mana shu har bir odamga o'sha adres berilgan bo'ladi. Ton adresga tashlashingiz kerak bo'ladi. Hech bo'lmasa mana 01 yozib qo'yganmiz. 01 tashlaganingizdan keyin mana shu tepada turgan mana stiker botdagi stikerimizni mana bu botga yuborishimiz kerak bo'ladi. Shuni nusxalab olamizda biz stiker botga kiramiz. Buni ham mana qo'yib qo'yganman. Tak, openni bosamiz va kirganimizdan keyin mana bu yurakchi joyga bossak, bizda shu bor stikerlarni ko'rsatadi. Mana bizda bor stikerlarni ko'rib turibmiz. Endi mana shuni yuboraylik. Mana bitta bosamiz ustiga va sendni bosamiz. Bosganimizdan keyin bu joyga xohlagan odamni qo'yishimiz mumkin. Mi yozsak, bizdan 25 ta stars so'raydi. Bu Telegram akkauntga endi xohlagan odamimizga yuborishimiz mumkin. Agar masalan kelishib tak sotadigan bo'lsak, endi bilasizlar, rынокda komissiyalari bor. Bunaqa kimgadir balki sovg'a qilib yuborishingiz mumkin. Shunaqa qilib yozadigan bo'lsak, shunaqa 25 ta stars kerak bo'ladi. Agar o'sha rынокni, marketnikini yozadigan bo'lsak, bizdan bitta stars oladi. Shuning uchun stars ham olib qo'yish esdan chiqmasin. Albatta stars olishni uni ham video qilib tushuntirib berganman. Raznicasini ham tashab qo'yganman. Mana Telegram o'zidan olsangiz $20 olyapsiz. 20-42 dash. Splitdan olsangiz 15-14 ga olyapsiz. 1000 ta starsni. Buni raznicasini o'zingiz ham solishtirib ko'rishingiz mumkin. Mana videosi bilan qo'yib qo'yganman, kirib saytga bosasiz, kirib olishingiz mumkin. Tak, endi transferni bosganimizdan keyin bizda mana so'ramoqda. Отправитni bosamiz. Bizni o'sha stikerimiz ketdi, уже mana yo'q bo'lib qoldi. Уже botga ketdi. Xuddi shunaqa qilib o'sha Telegramdan olgan sovg'alarni ham xuddi shunaqa qilib o'sha boya tepadagi botlarga tashlaymiz va shunaqa qilib sotishimiz mumkin bo'ladi. Mana teparoqda edi u botlar. Tak. Mana shu 3 ta. Eng kattasi tunnel. Endi narxlarni kirib solishtirib ko'rishlaring mumkin bo'ladi. Tak, endi qaytamiz Palastga. Endi kirib narxlarni birinchi ko'rishimiz kerak bo'ladi. Hozir NFT'miz keldimi? Mana kelgan. Bitta obnovleniya berib yuboraylik. Kelib tushgan. Agar sotish niyatimiz bo'lmasa, mana shu knopkani bosamiz. Shunda bizning NFT'miz joyiga qaytib qoladi. Mana burchakdagi pastga strelka qarab turibdi, kichkina. O'shani. Agar sotuvga qo'yadigan bo'lsak, albatta birinchi kirib narxni ko'rishimiz kerak. Tak, narx 1.70 atrofida ekan. Mana shu bizning mana stikerimiz 1.70 turibdi. For sale bosadigan bo'lsak, mana biz hozir agar 1.70 yozsak, bizning stikerimiz 1.95 ga turib qoladi. Shuning uchun biz arzonroq qo'yishimiz kerak bo'ladi, shtobi. Tak. 1.72. 1.5 ton shunda bizning hisobimizga kelib tushadi. Bilamiz, o'sha
Notcoin davridagi Getgamsdan o'sha bozorda sotishimiz uchun albatta komissiya to'lashimiz kerak bo'ladi. Shunda shu sotuvchidan komissiya oladi va bizga mana hozirgi bozorga qo'yilish narxi yozilmoqda, bu yoqda biz qancha olishimiz yozilmoqda. Tak, shunaqa qilib yozib qo'yamiz va tak sotishimiz mumkin bo'ladi. Endi men hozircha sotmayman, chunki narx arzonroq. Kecha lekin bittani sotib ko'rdim. Mana summasini tepadan ko'rishingiz ham mumkin. Tak, buni hozir qaytarib ko'ramiz. Mana strelkani bosadigan bo'lsak, mana yesni bosdik. Qaytdi. Bunga qayta obnovit qiladigan bo'lsak, mana bizni stikerimiz qaytib qolgan. Close ni bosamiz, mana yangi bo'lib turibdi. Xuddi shunaqa qilib qo'yib sotishlaring mumkin bo'ladi o'sha stikerlarni. Bugun yana bitta magazin chiqdi, market. Albatta bularni ko'paygani yaxshi, chunki bular ko'paygan sari o'sha sпрос ko'payadi ham o'sha marketlarga ham baribir polichkalarga, как magazinga o'xshab tovarlar kerak. O'sha tovarlar уже market ko'paygan sari tovarlar kam yetmay qoladi polkalarga. Shuning uchun bularni ko'paygani ham yaxshi. Bunga kiradigan bo'lsak, buniki juda oddiy ekan. Bunga ham bitta tashab ko'rdim. Tak, srazu sizda o'sha o'zingizdagi profilingizdagi bor stikerlarni ko'rsatadi. Kirib ko'rishingiz mumkin mana. Menda bor stikerlar mana pastda boyagi ham turibdi. Sellni bosadigan bo'lsam, bu yoqda mana confirm bosaman. Stiker pakni ochishni so'ramoqda. Bossam, stiker pakka o'tib ketadi. Buniki juda oson ekan. Qulay qilingan, unga o'xshab tak silkasini copyright stavit qilmas. Confirm bosadigan bo'lsam, mana bitta stars yana so'ramoqda va bosdim, ketdi. Endi stikerga o'sha profilimga tashab beradi. Tak, endi bitta obnovlение qilsak, bizning stikerimiz уже kelib tushgan bo'lishi kerak. Mana. Undan keyingisini bosasiz, bu stiker pakda qaysi bo'lsa, o'shalarni ko'rsatmoqda. Mana buni bosganimizdan keyin yonidagini bunda o'sha kelib tushganini ko'rsatmoqda. Tak, sellni bosadigan bo'lsak, bunda ham xuddi shunaqa. Mana floorni ko'rsatib turibdi, 1.6 ekan. Va bu yoqda ham tak 1.5 yozadigan bo'lsak, 1.67 bo'lmoqda. Shu narxga qo'yiladi deb yozmoqda. Xuddi shunaqa qilamiz. Tak, buni men qo'ymay turaman. Albatta, narx agar ko'tariladigan bo'lsa, keyin qo'yishim mumkin. Atak, mana qaytarish bo'lsa, shuni bosamiz va bizni pakka qaytadi. Marketda yana nimalar bor? Marketda mana shu joydan narx oxirgi qo'yilganlar, hamma marketlar o'zi bir xil. Narx eng arzon stikerlar mana 1.5 ton, 1.56 ton ekan. Tak, bu yoqda endi umumiy o'sha chiqqan stikerlar kirib tanishib chiqishimiz mumkin. Oson, o'sha qulay qilingan ekan. Bosib ko'rib chiqib, tak, mana bu activity-ni bosadigan bo'lsak, bu yoqda o'sha stikerlar o'sha qo'yilgan, sotilgan hammasi shu yerda turibdi. Mana bu stiker ko'pchilikka berilgan, Dogsdan shunaqa tekinga. Stikerlarni ba'zilar so'ramoqda, qanaqa qilib sotish mumkin. Tak, kirganimizda bizda tak, mana bu masalan hammasini pastida nomer turibdi. Sonlari bor. Mana 769, 1960. Mana bunda yo'q. Buni albatta biz kiradigan bo'lsak, bunda hech qanaqa sent yoki mana bunaqa tugmalari yo'q. Hozir boshqasiga kirib ko'radigan bo'lsak, mana mint yoki sell degan narsalari yo'q. Endi stiker pakni o'zida ham market ochilib qolish kerak. Ungacha endi xohlovchilar o'sha narxga to'g'ri keladigan bo'lsa, sotib yoki olib foydalanishlari mumkin. Lekin baribir monitoring qilib borish kerak. Chunki kechiga masalan mana
hozir informatsiya bilan bo'lishib ketay. Men bu kecha tashlagan edim. Bu nimaga birdaniga oshib ketdi? Chunki tepada mana shu jamoa Telegramga kirdi va akkaunt ochdi. Ochgandan keyin srazu buni narxi oshishni boshladi. Va undan keyin bu kanal post tashladiki, men bu уже 50 dan oshib ketgan edi уже. Post tashladi. O'sha Tonsetda hali bizni ofitsialniy stikerimiz chiqmadi deganga yaqinroq qilib post tashladi. Shundan keyin stikerlar narxi srazu tushib ketdi mana. 20 ton bo'lib qolgan. Ko'rdingizmi? Srazu 50-60% tashlab yuborgan. Shunaqa bitta post bilan rynokda anchagina narx o'zgarib ketishi mumkin. Mayli, sog' bo'lamiz. Albatta tushunmagan joy va savollar bo'lsa, not grupda beramiz.